2026 Jazz 7 avtomobil bozori uchun yangicha qoida, yangicha tasavvur va yangicha texnologiyalarni olib kirgan model sifatida taqdim etildi. Yangi avlod krossoverlari orasida u o'zining zamonaviy dizayni, yuqori texnologik funksiyalari, xavfsizlik darajasi, qulay salon tuzilishi va zamonaviy haydovchilar kutgan barcha funksiyalarni o'zida jamlagan. Bugungi video orqali sizga ushbu mashinaning to'liq tafsilotlari, ichki va tashqi ko'rinishi, dvigatel imkoniyatlari, raqobatchilardan afzalligi va 2026 yil bozorida nima sababdan juda katta e'tibor qozonayotganini batafsil tushuntirib beraman. 2026 Jazz 7 bu nafaqat ko'zni quvontiradigan crossover, balki kundalik foydalanishda ham yuqori darajada ishonchli, mustahkam va qulay bo'lgan zamonaviy oilaviy mashina sifatida ishlab chiqilgan. Avtomobilning tashqi ko'rinishiga nazar tashlaganda, eng birinchi ko'zga tashlanadigan jihat bu uning premium segmentga xos, keskin chiziqlar bilan bo'yalgan futuristik dizaynidir. Old bamperi kengroq, sport uslubidagi yirik havo kirish panjaralari bilan jihozlangan bo'lib, markazda yirik Jazz logotipi o'rnatilgan. LED faralar keskin shaklda bo'lib, avtomobilga yanada sportcha va agressiv ko'rinish beradi. Yangi avlod yorug'lik texnologiyalari nafaqat dizaynni, balki tungi yoritishni ham mukammal darajaga olib chiqqan. O'rnatilgan matritsa LED faralar yo'l harakatida boshqa haydovchilarni kor qoldirmasdan maksimal yoritish imkonini beradi. Yon tomondan qaraganda 2026 Jazz 7 o'zining aerodinamik liniyalari bilan ajralib turadi. Yengil qotishmadan tayyorlangan 19 yoki 20 dyuymli gildirak disklari unga yanada premium ruh bag'ishlaydi. Tom qismi ozgina egilgan, bu esa kupe crossover dizayniga yaqinlashtirilgan umumiy ko'rinishni yaratadi. Shu bilan birga, avtomobilning yer sathidan balandligi o'rtacha crossoverlardan yuqoriroq bo'lib, notekis yo'llarda ham haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. 2026 yil modellari orasida ranglar assortimenti yanada kengaytirilib, oq marvarid, kulrang, quyuq. Bagaj hajmi esa alohida e'tiborga loyiq. 2026 Jazz 7 585 litr bagaj sigimiga ega bo'lib, o'rindiqlarni yiqqanda 1500 litrdan oshadi. Bu esa uni sayohatlar, katta oilalar va ko'p yuk tashiydigan foydalanuvchilar uchun juda mos tanlovga aylantiradi. Endi dvigatel qismiga o'tamiz. 2026 Jazz 7 bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Eng mashhur variant 1.6 turbo benzin dvigateli bo'lib, 205 ot kuchi va 300 momentga ega. Bu dvigatel 7 pogonali dit avtomat transmissiya bilan juftlangan va juda silliq tezlanish beradi. Oqdan 100 km/soatgacha tezlanish atigi 8.2 sekundni tashkil qiladi. Shahar ichida yoqilg'i sarfi 7.8 litr, trassada esa 6.2 litr deb ko'rsatilgan. Ikkinchi variant 2.6 turbo dvigatel bo'lib, 245 ot kuchi va 380 momentga ega. Bu dvigatel kuchliroq harakatni xohlaydigan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Bunday versiyada to'liq gildirakdan tortish tizimi alt o'rnatiladi. Notekis yo'llarda, yomg'irli havoda va qorda alt juda katta ustunlik beradi. Jazz 7 ning alt versiyasi ko'proq off-road imkoniyatlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Eng ekologik variant esa 1.5 elektromotor bilan ishlaydigan gibrid versiya. Gibrid model 300 dan ortiq ot kuchi ishlab chiqarib, yoqilg'i sarfini 100 kunga 4 litrgacha tushiradi. Shuningdek, gibrid versiyada EV rejimida faqat elektr motorida 65-70 km yurish imkoniyati mavjud. Bu shahar ichida yoqilg'i tejamkorligi bo'yicha juda katta ustunlik beradi. 2026 Jazz 7 ning xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy talablar darajasida. Mashina ADAS 3.0 tizimi bilan jihozlangan bo'lib, unga quyidagi funksiyalar kiradi: adaptiv kruz nazorati, avtomatik to'xtash tizimi, piyodalarni aniqlash, chiziqdan chiqish ogohlantirishi, chiziqni ushlab turish, yo'l belgilarini tanish, kor joyini aniqlash, orqa ko'rish radarlari, avtopark tizimi va 360 darajali panoramali kamera. 360 kamera yuqori aniqlikda bo'lib, mashina atrofini qulay tarzda ko'rsatadi. Avtopark tizimi esa tor joylarga oson kirib chiqishga yordam beradi. Yana